agar mumkin, men o'zimga yangi avtomobil sovg'a qildim-ki. Ismim Pulkaroy, familiyam Oxunjonova. O'zim oliy ma'lumotli farmatsevtman. Berli Believer kompaniyasiga bundan 4 yil oldin hamkor bo'lganman, tanimagan, bilmagan insonim orqali. U inson menga orzu qilishni o'rgatdi. Hayotda eng muhim narsa bu orzu qilish kerakligini o'rgatdi. Men orzu qilishdan 4 yildan beri to'xtamadim. Bolaligimdan orzu qilib kelgan barcha narsalarimni yozib keldim va bugun men o'zimga kutilmaganda g'oyibdan o'zimga yangi Jeep mashinasini sovg'a qildim. Va bugun ertalab do'stlar, shundoq daftarimni ochib qarasam, men qachonlardir yozgan ekanman, 2026-yil 20-may, ya'ni men o'zimni tug'ilgan kunimga o'zimga yangi qop-qora Jeep sovg'a qilaman degan ekanman. Do'stlar, bu orzuyim 2 oy oldin amalga oshdi. Men bu uchun Berli Believer kompaniyasining asoschilariga va mana shu joyga meni taklif qilgan insonlarimga, kompaniyamizning birinchi ambasadori Rahmonov Rahmonberdi Rahimberdiyevichga, orzularimni amalga oshirishimga orqamda turib bergan insonim sifatida o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Ustoz Rahmonov, sizga cheksiz minnatdorchiligim bor. Rahmat, dunyo turguncha turing. Meni ota-onamni duosidasiz va meni yana ham kuchli bo'lishimga, jamoamdan ko'plagan insonlarni orzusiga amalga oshishiga sababchi inson bo'lishimga, o'qib o'rganishimga, shaxs sifatida shakllanishimga sanasam sanog'i juda ham ko'p. Har safar aytaman, aslida Xulkaroyni o'ziga kimligini isbotlashga yordam bergan meni shaxsiy sponsorim, 4 yil oldin umuman tanimagan insonim va bugun hayotimda eng muhim ahamiyatga ega bo'lgan insonim, ustozim Sadoqatxonim Hakimovaga, Berli Believer kompaniyasining birinchi Miss Berlisiga cheksiz minnatdorchiligimni bildiraman. Bu insonlar bugun meni ota-onamni duolarida va jamoamga, oila a'zolarimga, ota-onamga, barcha qadrdonlarimga, barcha Berli kompaniyasining barcha liderlariga o'zimni minnatdorchiligimni bildiraman do'stlar. Orzular har doim tirikligini menga eslatib qo'ygan Believer kompaniyasining asoschisi Nikolay Nikolayevichga va vitse-prezidenti Nigora Erkinovnaga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Keling do'stlar, biz bilan birga bo'ling. Orzularga ishoning. Orzular albatta amalga oshishini Believer kompaniyasi va ustozlaringiz sizga albatta isbotlab berishiga ishoning.